Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan, xudo xolasa, Onyx Trekkerlardan videoroligimizni boshladik. Imkon darajasida Onyx Farm Trekker Monza xullas egalari ruxsat berganlardan syomkamizni qilib ketamiz. Like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyada qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan oqadan do'stlar. 6 diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. Balon holatlari ham o'rtacha holatda turibdi. To'rakan o'zi. 4-pozitsiya 46 ming yurgan 2023. Orqalarini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. 46 ming dedim probegni. Kraskasi tozami aka? Kraskasi toza ekan. Kraskasi toza deyilyapti akalar. Pollarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz mana. Benzinda gaz pas qo'yilmagan ekan. 2023 46 ming yurgan, kraskasi toza, 4-pozitsiyasidan do'stlar. Buni aka narxini qancha aytamiz? Narxi aka 11 mingga beramiz. 11 mingga berilishimi yo kami ham bormi aka? Berilish bo'ladigan. Bo'ladigan magazin bahosi 11 ming dollar. Kampami bo'lmaydi, variantli bermaysizmi? Variantni ham beramiz. Variant qancha bo'lsa olinadi примерно? 5 ming. 5000 puli borlarga akalar variant orqali ham kelishib olar ekan. Kimga olsa telefon qilamiz. Kraskasi chiqib qolmaydi aka, bu yerda. Bino tekshirib olaman. Telefon raqamlaringiz? 93lik. Aha. 048 0363. 0363 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. 11 ming dollarga 4-pozitsiya Onyx. Kimga olsa telefon qila olasizlar. Onyxlardan davom etyapmiz do'stlar. Mexanikasiga qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa 2023 mi? 24 19 ming yurgan 3-pozitsiyasi akalar. Ko'ylar zavodskoy daj balonlarida turibdi. Mashinaning holatlarini aytadigan bo'lsak, 3-pozitsiya mexanika korobka. Probegi 19214 kilometr bosib o'tgan. Qorasidan akalar bu. Xo'p, bu yoqda mana shuncha Onyxlar turibdi akalar. O'tkazmasdan ko'rsanglar barchagadan Onyx oqi bormi, qorasi bormi, avtomat, mexanika hammasidan akalar ko'rsatib boramiz. Pol holatlari, benzinda mashina. Kraska tegmagan-a? Kraskasi toza, bu rastrochkaligi bu. Ha, rastrochkaligi. Tayyori. Tayyor. Bu ishonarli odamning nomidan ish qilib, bu tomonlama syomka, tilxat hamma yo'qsa bo'laveradi. Bo'ladi. Xo'p, qanchasi to'langan? Buni 15 oy qoldi. Hech puldan chiqadi. 3,80 ming. 3,80 mingdan 15 oy to'lab oladi o'zi. Xo'p, narxi qancha? 8 mingdan ozgina o'tib beramiz. 8 mingdan ozroq o'tib berilar ekan do'stlar. Kimga olsa aloqaga chiqamiz, rastrochkaligidan so'rab yurganlar bo'lsa, telefon raqamlaringiz? 90lik. Aha. 258. Aha. 2203. 2203 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar mana. Savdo bo'lmadimi o'zi? Savdo bor. 8 ming dedingizmi? Ha, 8. 8 ming. Yana o'tadigan joyi ham bor, ha? Ha, barakasi yo'q. Xo'p, bo'ladi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Ko'ylarchi trekka so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, bu Redline mi aka, zavodskoy? Redline qilingan Premier. Ha, Premier Plus Redline qilingan aka. Redline bilan endi Premier Plusning polosasi farqi bo'ladi xolos, o'zi. Parokop qo'yilgan ekan akalar, diskalar boshqa qo'yilgan. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, 41675. 41 ming kilometr yurgan. Tayyorga ruxsati bormi aka? Bor aka, 6 oy qolgan. Tayyorga 6 oy ruxsati bor. Kraska tozami? Toza aka. Kraskasi toza. Sizga 1000 so'm. Qop qorasidan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, ko'ringlar. Mana akalar, propan gazlargacha o'rnatib qo'yilgan. Akkumulyator ham qo'yib qo'ydinglar. Bir haftacha bo'ldi qo'ydim. Yaxshi, bu akkumulyator qo'ygan programma qilish kerakmi narsalar deydi aka, unaqa narsa yo'qmi? Yo'q aka, uni. Shunday qo'yildi xolos. Yaxshi. 41 ming probegi? Ha aka, 41 ming. 41 ming yurgan, 4. 24 kraskasi toza, Redline qo'yilgan akalar. Premier Plus ekan, o'ziga katta farqi ham yo'q. Pulini qancha aytamiz aka, bir kelishtirib yo'lda qilib? 17 ming kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Yo'q aka, naqqa. Faqat naq puli sotiladi. Yaxshi. Telefon raqamlar? 70lik 115 70 48. 70 48 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Buni aka sir bo'lmasa necha pulga bermadingiz? Naq so'ragan bormi? Aka 16 mingdan yaqin bu yoq so'radi. 16 ming atrofida savdo bo'lyapti. Yaxshi do'stlar, telefon qila olasizlar mana. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Onyx oqidan akalar, ko'ringlarchi. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Bu ham 3-pozitsiyani oqidan akalar. Probegini hozir. Probeg necha? Probeg necha?
Alhamdulillah. 35 000 kilometr yurgan. Orqasini ham bitta ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Akkumulyator o'tirib qoldimi buni? 35 000 kilometr yurgan 2024 kraskasi top toza. Qoradan ko'ra-chi ko'proq yurgan ekan akalar buni. Ha, 19 000 yurgan ekan, bu 35 000 yurgani. Buni narxi qancha? Buni 10.700 dan tushib beramiz. 10.700 kami bor. Kami bor. Variant bera olamizmi yo naqdmi? Naqd pulga endi 3-4 oyga bo'ladigan bo'lsa, Ha, yangiroq narsa bo'lsa kelishiladi, bo'lmasa naqd pulga arzonroq beraveramiz. Benzinmi? propani bor. Ha, propan gazlari ham bor. Yaxshi. Nomer necha edi? 90 90 258 258 2203. 2203 ga telefon qila olamiz do'stlar. Mashinani holatini ko'rdinglar. 10 pastda bo'ladi naqdda? 10 ustidami? Gap yo'q akalar, 10 ustida kelishilar ekan. Navbatdagisi ham do'stlar 4-paytda avtomat korobkasidan ekan. Ko'ringlarchi, bir xil mashinalar ko'proq chiqyapti. Narxlarni solishtirib olish imkoniyati kengroq bo'ladi. Neyli nechi buni? 23 ga 24. Zavodskoy daj balonlari turibdi, diskalar o'ziniki. RS abrisovkalar taqilgan, oldi ko'rdinglar. Avtomat korobka 5 ключевойлari bo'ladi. Probegi 46415. 46000 yo'q-yo'qda yurgan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Kraska tozami? Kraska mana shu yerda mana mashinga petmi. Ha, kosmetikasi bor ekan, demak. Oldida ozroq petnosi bor deyilyapti akalar. Bir qator tekshirtirib ko'rsatib olasizlar. Propan gazlar tayyor. Mana akalar, holatlari ham. Ozgina petnosi bor, 46000 yurgan, 23 ga 24. Olib sarflaydigan joyi yo'q-a? Yo'q, olib minadi faqat. Olib rasxod qiladigan joylari yo'q. Buni narxi qancha? 11200 dan o'tib beramiz ozgina. 11200 kami bor. Hop. Variant nasiyalar bo'ladimi yo naqmi? Jem mashinalariga barter bor. 5000-6000 puli bor odamga 6 oygacha nasiya savdo qilib beramiz. 5-6 ming puli bo'lsa 6 oygacha nasiya savdolarga kelishiladi. Yaxshi. Telefon raqamlar 97lik Aha. 235 37 10. 3710 raqamlariga telefon qila olamiz. Sir bo'lmasa necha pul beryapti endi bunga bozor? Yo'q, bunga aniq hali qo'limiz ushlab pullarga yo'q. Ha, hali dadil savdo bo'lgani yo'q. Yaxshi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 3-payssasidan do'stlar. Ko'ringlarchi, 23 3-payssa balon holatlari ham yangi holatda turibdi. Mexanikasidan so'raganlarga mana akalar qorasidan yana bitta. 45707. 45000 yuribdi-a bu. 45000 yurgan. Propan adashmasam gazlari ham bor ekan. Kraska tozami? Kraskasi toza. Mana akalar pol holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kraskasi toza, 45000 yurgan, 3-payssa mexanika. Xo'p, buni endi qizig'i narxida 10800 kami bor. 10800 dan o'tib beriladi. Variant bormi, naqmi? Variant ham bor. Variant ham kelishiladi. Qani yarim puli borlarga 50% puli bor odamga 6 oygacha nasiya savdo qilib beramiz. 6 oygacha nasiya savdoga kelishiladi ekan Jem do'stlar. mashinalariga barter ham pul olamiz. Yaxshi, kimga olsa telefon Yana qilamiz. musofirda yurgan do'stlarimizga telefonimizga aloqaga chiqish olmasa, Aha. Telegram, WhatsApp imolarimiz ham mashina nomerimizda ishlab turibdi. Aha, yaxshi, ushbu raqamlarga 97lik 235 37 10. shu raqamlarga Telegramdan ham, WhatsAppdan ham, boshqa nimalardan ham akalar bemalol telefon qilib savdo qilsanglar Sotaman bo'laveradi. deganlardan olaveramiz ham mashinalarni. Olaveramiz ham, sotaveramiz ham. Trekker, Onyx, Monza ketaveradi. Yaxshi. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 4 akalar. Ozgina petnosi bor xolos. Bitta eshigida petnosi bor. 4dan akalar. Ko'ringlarchi. Yilni ham 24 dedingiz-a? Balonlari yaxshi, diskalar faqat 12-4-payssasida bor xolos bunaqa diska 5 ключевой. Tayyorga ruxsati bor-a? Tayyorga ruxsatlari bor. 64000 yurdimi? 64000 yuribdi akalar mana. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. 64000 yurgan. Propan gazlar. Niqollarni ko'rsatib ko'raylik. Ular asosiysi gazi bor ekan. Ustitrini olib qopda. Tayyorga ruxsati bor deysiz-a? Petnosi bor xolos, qolgan joylari toza. 64000 midi?
64 ming yurgan. Rasxodlari yo'q, olib bir pul sarflaydigan joylari yo'q. Yaxshi. Puli qancha buni puli? 11,5 mingdan o'tib beramiz. 11,5 kami bor. Variantlar beriladimi yo naqdmi? Variant orqali ham kelishsak bo'lar-da. Yaxshi. Telefon raqamlar? 99lik Aha. 766 8700. 8700 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashina holatini ko'rdinglar. Qancha puli bo'lsin primer nasiyaga? 6 ming 5 ming bo'ladi. 5 ming, 6 ming, 7 ming pulinglar bo'lsa akalar nasiya savdoga kelishilar ekan. Onyx qorasi qimmatroq yuradimi aka? Jitcha qimmatroq yurar ekan akalar. Kimga yoqsa telefon qilaverasizlar. Onyx fulidan minaman degan do'stlarimiz bo'lsa akalar ko'ringlarchi 2024 deysiz. 24 petnos qayerda? Petnos kosmetikasi bor. Ha, ozgina kosmetikasi bor deyilyapti akalar. Premier Plus. Shu yerda o'zi xolos, qolgan joylari toza. 2024 akalar, Onyx fulidan ko'ringlarchi 63 ming probek. Rollarigacha siydi, orqalarini ochib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bir qator 63 ming yurgan. Kraskalar toza, mana shu yerda kosmetikasi ozroq bor deyildi. Holatlari ham chiroyli holatda turibdi akalar. Orqadan so'ragan do'stlarimiz bo'lsa, ko'ringlar. Propan gazlar. Orqada akalarimiz narsalari bor ekan, ochib ko'rsatib olmadik. Mashinaning holatlari chiroyli holatda turibdi. Endi akalar bir xil mashinalar ko'proq olinyapti. Narx-navolar solishtirib olish imkoniyati kengroq bo'ladi. Pulini qancha aytamiz aka? Puli 12800. 12800 kami bor. Kami bor. Variant nasiya bormi yo naqmi? Generalni chiqaradi, nasiyaga yo'q. Nasiyaga yo'q, naqqa arzonroq beraveramiz, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz? 91 91 610 610 44 47. 44 47 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashinaning holatini ko'rdinglar. Savdo necha pul bo'ldi endi sir bo'lmasa? E'longa qo'yildi 12300 so'rashdi, bermadi. 12. Bozorda naqd bergani bormi yo'q? Hozir yo'q. Hozirgi vaqtda yo'q akalar. Kimga yoqsa telefon qilaverasizlar. Do'stlar, meni o'ylashim bo'yicha puliga arziydigan mashinalardan Cherry Arizo 6 Pro akalar. Mashina eng fully ekan. Mashinani ko'ringlar, o'zi video ham normalniy, saloni ham o'ta ham chiroyli ishlangan. Lekin chidamliligini bilmaymiz. Biz buni ko'rmaganmiz hali. Buni ko'rganlar bo'lsa aytinglar, chidamliligi qay darajada mashinani. Salonlari ham akkuratniy holatda turibdi, daj palasalargacha ushlaydi. Mana ko'rib turganingdek, ancha-muncha mashinalardan ko'ra ancha aqlli. O'zini kategoriyasida, o'zini narxida yurgan, примерно bir 15 ming, 16 ming, 14 ming atrofidagi mashinalardan ko'ra ancha aqlli hisoblanadi akalar mana. Elektropaket sidinalar. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kraskasi toza ham? Qancha yurgan edi? 43 ming yurgan, kraskasi toza 23. Benzin, gaz hech narsasi yo'q akalar. 1.5 turbina bu. 1.5 turbina. Narxi qancha buni? 14700 kami bor. Variant nasiyalar bo'ladimi yo bartirganmi faqat? Yo'q, naqd pulga bartirami bo'lardi. Naqd pulga sotilar ekan akalar. Ozroq yetmasa ham kelishilar ekan. Bartirga o'zingizlar mashinalar bo'lsa, kelishgan holda bo'laveradi. Telefon raqamlaringiz? 93 415 44 48 raqamlariga telefon qilaveramiz do'stlar. Mashinaning holatini ko'rdinglar. Bozor nech pul bergansiz, sir bo'lmasa? 14 ming so'rashdi. 14 ga naqd bermadingiz, pochta kelishlar. Yaxshi telefon qilaveramiz akalar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi tozasidan do'stlar. Ko'ringlarchi, 2023 kraskasi toza, yumshoq balonlari bor deyilyapti. Eskulchovoy, slipoy zonalarigacha bo'ladi akalar mashinada. 59 ming probek. Gazini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Gazi 65 talik propan ekan. Kraskasini toza deysiz, tayinlovga ruxsatlari bormi? Tayinlovga ruxsatlari bor. 59 ming probek. Yaxshi, mashina holatlari 59 ming yuribdi. Puli qancha buni puli? 12800. 12800 kami bor. Shunda nomeri bilan ham game beriladi. Nomerga generalniy qilib berilar ekan akalar. Kimga yoqsa telefon qilamiz.
Narxi qancha aytdingiz? 12800. 12800. Nasiya savdoga yarim puli bo'lsa chiqaradi. Yaxshi do'stlar. Telefon nomer 99lik 766 87 00. 8700 raqamlariga telefon qila olasizlar. Bozor necha pul beryapti endi sir bo'lmasa? 200 gacha berdi hozir endi. 12 mi? 200 gacha. 12 gacha kelar naqd pulga savdo bo'ldi. Kimga yoqsa telefon qila olasizlar. Do'stlar 10xda rassrochkaligidan, ya'ni zavod tomonidan berilganidan zavod deb qo'yilaradi, lekin oraga bank ham aralashar ekan baribir. Shunaqa xullas akalar Nasiya savdoga chiqqanidan. Ko'ringlarchi, 2024 ekan, 42000 kilometr yuribdi. Balonlar o'zini qattiq balonlar adashmasam. Salon holatlari ham chiroyli holatda turibdi. 43334. 43000 yurgan. 43000 yurgan ekan. Orqa obshivka, orqa holatlarini ham ko'rsanglar bo'laveradi. Gazi bormi buni? Propan gazlari bor. Yigirma to'rt ekan. Kraskasi tozami buni? Toza, top-toza. Kraskasi toza 2024. Bitta xolosmi? Bitta joyda petnosi bor xolos. Puli qancha buni puli? Puli 7300. Puli 7300 9 oy dollar. to'landi. 9 oy Bu oy ham to'landi. to'landi. May oyida 13gacha to'lab ketish kerak. 9 oy to'lansa necha oy to'laydi yana? 27 oy. 27 oy. Necha puldan? 3 million 830 mingdan bir xil. 3 million 830 mingdan kelib bir xilda 27 oy yana to'laysizlar ekan. Shunga qarab savdoni qilaverasizlar. 7300 kami ham bor, ha? 100 so'm shu beramiz. Hozir o'tadigan joylari bor. Telefon raqamlari necha edi? 99lik 99 766 766 87 00. 8700 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Mashina holatini ko'rdinglar. Redline'dan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa 2025-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Ko'ringlarchi holatlarini. Bu Redline mana RS abrisovka bilan chiqadimi? Zavodskoy. Qo'yilgan-a bu? RS qo'yiladi. Lekin diskalar o'ziniki, parok qo'yilgan ekan. Redline akalar. Orqadan so'ragan obunachilarimiz bo'lsa, ko'ringlar. Probeylari 13535. 13000 yurgan mashina. Gazlari ham bor ekan. 13000 yurgan, orqa sidinlarigacha siydi, dajrollari ham siydi, mashinani panoramalari bor. Mana akalar. Propan gazi endi mana tagida akalar, ja ko'rsatish shart emas turibdi. Ancha chiroyli holatda turibdi. Yangidek ekan endi akalar mashina. Kraska tegmagan-a bunga? Yo'q, top-toza. Toza 13000 yurgan 25 Redline. Pulni qancha aytamiz? 19300 kami bor. 19300 kami bor. Variant nasiyalar bormi yo naqmi? Bor. Har qanday Har savdomiz bor. 50% puli bo'lsa chiqaramiz. Ha. 50% puli borlarga akalar nasiya savdolar ham bor ekan. Kimga yoqsa telefon qilamiz. Raqamlaringiz 97lik 97 235 235 37 37 10 raqamlariga telefon qila olamiz akalar. Savdo qilishni qo'shmadi bunga. Yo'q, bunga qilmadi. Hali savdo bo'lmadi. Yaxshi telefon qila olamiz akalar mana. Bitta petno bor xolos. Qolgan joy toza. 24, 4-paysa 30 ming dezim probegani. Balonlari yumshoq balon qo'yilgan ekan. Diskalar o'ziniki, beskulichoylari bor. 30 ming kilometr yurgan. Adashmasam bu bozorda 4-paysalarda eng kam yurgani mana shu xolos. Arzon bozor ekan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi akalar. 4-paysa bilan 3-paysalar pashti narxlari bir xil bo'lib qopti akalar, pashti. Gazi propanmi bu? Propan 65 talik gazlari bor. Tayyor holatda avtomatdan so'raganlar bo'lsa, ko'ringlar. Tumanga qo'yilgan ekanda. Tumanga letlar qo'yib qo'yilgan. Yaxshi. Bittasi kraskasini aytib qo'ydi. Petno deysiz-a? Bitta joyda kichkina petnosi bor xolos deyilyapti akalar. Bu narx qancha? 11800 dan beramiz hozir. 11800 kami bor. Variant bormi yo naqmi? Shturoyda atrofida bera olamiz. Shturoyda atrofida bera olamiz. 3 to'ra atrofida nasiyasi bo'lsa kelishib oladi. Naqd arzonlashimiz bitadi, xudo xolasa. Yaxshi, raqamlar necha edi? 90lik 90lik 700 55 52. 55 52 raqamlariga telefon qila olamiz do'stlar. Holatini ko'rdinglar. Savdo bo'ldimi, nima aka? 11400 berishdi.
11.4 ga bermadingiz. Ha, ichida narsasidan so'rash. Qorasi qimmatroq yurar ekanda. Qorachi qimmatroq yurar ekan. Telefon qila olasizlar mana.